Bu seni katta bobong vazir bo'lgan, maktabga bormagan bo'lsa ham. Bunisi esa uni o'g'lim, meni buvam, u ham vazir bo'lgan, imtihondan yiqilganiga qaramay. Bu meni dadam, ya'ni seni buvang 2 marta imtihondan yiqilgan. Men ham 3 marta imtihon topshira olmaganman. Imtihondan yiqilish oilamiz an'anasidir. Shunday ekan sen nafaqat an'anamizni saqlab qolding, hatto uni yanada yuksaklarga ko'tarding. Biz hammamiz bitiruv imtihonlardan Hindistonda yiqilganmiz. Sen bo'lsang Londonda topshira olmading. Tabriklayman o'g'lim. O'g'ilginam, dada xursandman, baxtliman. Rahmat. O'qishdan foyda yo'q. Ming o'qiganing bilan cho'ntagingga pul tushmaydi. Menga bir razm sol, ikkinchi edim. Uydan qochib ketdim. Londonda esa millioner bo'ldim. Sizga gap yo'q, dada. Rahmat. Nimaiki qilinsin hammasi yaxshilikka. Ertaga ofisga kel. Ofisga? Ha, ertaga. Agar xohlasang bugunki, yo'q dada, ofisga bora olmayman. Nega? Dada, bilasiz-ku, o'zingizdan qolar gap yo'q. Axir imtihondan yiqilish uchun ozmuncha harakat qildimmi? Dada, men juda charchadim. Endi biroz dam olmoqchiman. Bilasizmi, bizga Yevropaga ta'til berishyapti. Siz uchun, sen uchun ta'til Yevropaga necha kunga? Chamasi 1,5 oyga. 1,5 oyga? Qani bakalni ushlab o'girilchi. Dada, sovg'angiz bormi? Xuddi shunday. Ana, dada